gülala çöçeklerini yaktırıp anlap kelivatkan omaklarım. Keşlikinglar hayırlı bulsun. Bugün ben sizlarga Şahzoda ve Uçar Gilam degan çöçekni aytib berayin. Çöçek Şahzoda ve Uçar Gilam. Qadimki Hindistonda bir sultan o'tgan ekan. Uning ismi Mirza bo'lib, to'limi qamlashgan 3 shahzodasi bor ekan. Ularning birining ismi Xoshin, birining Ali, yana birining Imod ekan. Nuha ismli yana bir jiyan qizi bor ekan. Nuha malika yirik yaqinlardan ketgan sahib Jamal ekan. Sultan uni boshlab qo'shni mamlakatning podshohiga yotliq qilmoqchi bo'ldi. Biroq malika bo'yiga yetib borgan sir chiroylilashib ketgandan keyin uchli navra aksining uninga ko'zi tushibdi. Bu ishqa sultonning to'limi beshi qaytibdi. Uning hech qanday shahzodani noumid qo'yg'isi kelmabdi. Bir kuni sulton shahzodalarni yeniq chaqirib mundaq debdi: "Bollarim, men bir obdan amal topdim. Shundoq qilsam, sizlar 3 qarindosh orasiga so'g'uqchilik tushmaydi. Ham sizlarning biringlar malikaga o'ylanaysizlar. Demoqchimanki, 3 yilinglar yiroq safarga chiqib, eng qoltis bir narsa izdanglar. 1 yildan keyin qaytib kelinglar. Kimning tepib kelgan narsasi eng qoltis bo'lsa, shu malikaga o'ylansin." Shahzoda Zodigar qiyofatida yosinib, hamrohlarini elib yo'lga chiqibdi. Boshdan uchi bir yo'lda mengibdi. Ochi yo'lga kelganda bo'linib mangmoqchi bo'lishibdi. Shahzodalar 1 yildan keyin mush yerdagi bir dangda jam bo'lib, uyga tam qaytishga kelishibdi. Xoshin shahzoda bir savdo karvoniga qo'shilib 3 oy mangandan keyin Busbaq podshohligining poytaxtiga yetib keldi. Bu shaharda to'liq katta bir rasta bor ekan. Rastadagi qator ketgan do'konlarda tovar turdun, kanabraq, aynak, farfor qochquchilar, qadimki narsalar, shundoqla xilma-xil boshqa tovarlar bo'lib, nima deysa, shu tepiladi ekan. Shahzoda Xoshin o'ziga yorug'idek biror esil narsa uchirtib qelish maqsadida kunda rastini aylanib yuribdi. Bir kuni u bir yaymichining kichikroq bir gilamni ko'tarib olib, "Ha" deb: "Gilam sotaman, gilam, 40 ming tilla" deb voqirab yurganligini ko'rib qoldi. "Gilam deganmi unda qimmat bo'lamdi" deb o'ylabdi shahzoda va uning oldiga berib: "Shundoq qimmatga qaraganda gilamning biror xosiyati bormi nima, ha?" deb so'rabdi. Yaymichi xaridor chiqqanligini ko'rib, Xoshining peshidan chetga tortdi. "Bu haqiqatan bir xosiyat gilam. Uning ustiga o'ltirib, nega opar deysiz, u sizni degan yeringizni opirib qo'ydi" deb pichirlabdi. Shahzoda: "Uning degani rost bo'lsa, men haqiqatan ajoyib qoltis narsa topgan bo'lmamdim" deb o'ylabdi-da, yaymichiga: "Bu gilam rostini siz deganda xosiyatlikmi? Qandoq dalillab berasiz?" debdi. Yaymichi buni uning ko'z oldida isbotlab bermoqchi bo'lib, gilamni yerga yeyibdi. Xoshinni o'zi bilan birga ustiga o'tirg'izibdi. Anda shahzodaga: "Nega borasiz?" deb so'rabdi. Shahzoda yiliqi dangi berishni amni ko'ngliga pikib turishiga, u gilam xuddi qanoti bordek osmonga ko'tarilib, ularni birdamda u dag'ning oldiga uchirib ketdi. Shahzoda ikkilanib turmayla 40 ming tillani sanab berib, u xosiyatli gilamni setib oldi. Bunda xosiyatli gilamga erishgan Xoshin shahzodaning hozirning o'zida o'z o'tida kuyib, suyida eqiyotgan malikining yeniga uchib borg'usi kelib ketibdi. Biroq inillar bilan qilishgan va'dasida baldur qaytmabdi. Shuning bilan bekorchilikda bu mamlakatda bormagan yeri qolmay, muhlat to'shqicha o'ynab yuribdi. Muhlat to'shqan kuni gilamni elib yerga yeyibdi, o'zi ustiga o'ltirib, ko'zni yumib ochqicha inillar bilan ko'rishmoqchi bo'lishgan danga yetib keldi. Shahzoda Alichu. 3 qarindosh ayrilgandan keyin shahzoda Ali tinim topmay 4 oy safar qilib Persiyaga keldi. Har kuni shahardagi savdogarlar bilan orlashib yurib, biror xosiyatli narsa tepishning qo'yida yuribdi. Bir kuni uningga pil tishini aytib ko'tarib olgan bir aylan uchrab qoldi. U: "Bu naychini 40 ming tillaga sotaman" debdi. Shahzoda uningga: "So'ron bo'lib qoldingizmi?
Pul tishidan yasagan kichikina bir najinimi 40 ming dollar degan bormi? Debdi. U odam shahzodaning bu gapiga ochiqlamoq tugul mundaq debdi. Begim, bu najinga toza sapselib qarab beqing-a. Uning ikki tarafiga aynak o'rnatilgan. Uningdan qayerni ko'raman desangiz, shu yerni ko'ra olasiz. Shahzoda Ali bir ishini bir ishonmay, Naychin uning qo'lidan elib, ko'nglida Shoh otamni ko'rib boqay deb turishiga, Naychining ichidan sultonning taxtida buyruq so'qib o'ltirgan holati ko'rinibdi. U yana Malikani ko'rib boqmoqchi bo'libdi. Shu zaman Malikining bir necha dedeklar bilan kulishib o'ltirganligi ko'z oldida namoyon bo'libdi. Shahzoda buning xosiyatidan turib bayron qilsa, turib xushal bo'libdi. Bütün dünyani aylanıpmı, bunda xasiyetlik narsa topqili bo'lmas, deb o'ylabdi. Shuning bilan u pil shinaychisini setibapti. Ularning kenja inisi-chu. Imod akalaridan ayrilgandan keyin mingbar jafo mushaqqat chekib Samarqandga yetib keldi. U nurg'un vaqt qidirib yuribmi, ko'ngliga yarg'idek bir narsa uchirtolmabdi. Bir kuni u ko'chada lag'aylab ketib olsa, bir tal olma setib turgan odamga uchrab qoldi. U odam: "Kimdi-kim 40 ming dollar chiqarsa, men bu olmani shuningga sotaman", debdi. "Bir tal olmaning nima xosiyati bor? Shunchalar qimmat sotqudak", debdi shahzoda. Bu degan dunyo bo'yicha eng xosiyatli olma. Har qanday kasalga mubtalo bo'lgan odam bu olmani purabli qo'ysa, sallamaza saqayib ketadi, debdi hiliq odam. Shahzoda ko'nglida o'lgan odamni tirildiradigan bundoq olmada xosiyatli narsa bo'lamdi, deb o'ylabdi-da, qilcha ishkilanmayla uni setib oldi. Kichik